alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Toshkent, Kazan, Namijiy, Chili, Nijniy, Kamsk yo'nalishlari bo'yicha Toshkent, Moskva, Chipaksal, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar to'g'ridan-to'g'ri Toshkent avtovokzalidan amalga oshirilmoqda. Sizga ham xuddi shunday ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa yokida joylaringizni onlayn tarzda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz bilan bog'laning. Tanlovda adashmang. Telegram, Instagram, Facebook, YouTube kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham siz o'z savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Toshkent, Kazan yo'nalishi bo'yicha haftada 3 kun, seshanba, juma, shanba kunlari. Toshkent, Moskva yo'nalishi bo'yicha haftada 4 kun, dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Reysi va avtobuslarimiz soat 18:00 da sizlarni o'z manzilingizga olib ketadi. Avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuller, komfort zona, undan tashqari zaryadchik moslamalari, o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Qishin yozning ishlaydigan konditsionerlarimiz ham mavjud. Ekrandagi raqamlarga murojaat qiling, tanlovda adashmang, biz bilan bog'laning. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.